Viloyat hokimi Adiz Boboyev Urgut tumanida bo'lib, tumanning Katta Kamangaron, Xo'ja Xirorovali va Quyi Kamangaron mahallalari raislari hamda faollari bilan uchrashib, tumandagi o'zgarishlar, aholi muammolarini hal etish, kambag'al oilalarning daromadini oshirish, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha o'z mulohazalarini bildirdi. Nima muammolar bor mahallada? To'rtta rais. Hozir muammo yo'q. Hammasi yaxshi bizlarga hozir. Hammasi joyida. Joyida, hammasi tinch, hammasi muammo yo'q. Qanday mahallada aholi nima bilan aslan shug'ullanadi? Tirikchilik nimadan asosan? Tirikchilik asosan tadbirkorlik. Endi sizlardan bitta iltimos faqat bo'ladi. Mana Urgutda juda yaxshi ishlar boshlandi, juda zo'r ishlar bo'lyapti. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa mana shu 26-yil ancha narsalar ko'zga ko'r har oy nimadir eshitaverasizlar. Sizlardan faqat bitta iltimos bo'ladi. Har bitta xonadon o'zini uyini shunday bir tartibga keltirib qo'ysa bo'ldi. Bir chiroyli qilib, bir ko'rinish qilib, ichkarisi, tashqarisi, ko'cha tomonlarini bunday bir porядка qilib, daraxtlarni butalab, yo'q bo'lsa daraxt ekib, bunday bir ko'rganda bir ko'z quvonadigan darajaga olib kelsa bo'ldi. Shuni qilib qo'ysangizlar, shuni o'zi ham ancha foiz kiradi, ancha baraka kiradi. Shu masalada sizga yordam berishingiz kerak bo'ladi. Bir o'zgarish qilib, shuni bir qilib beringlar, boshlab beringlar, boshqa Urgutning boshqa joylariga ham aytamiz, kelib o'rganinglar deydi. O'zbekistondagi har bir hududning o'z tashrif qog'ozi bor. Urgutning tashrif qog'ozi bu mingillik chinorlari hisoblanadi. Viloyat hokimi ana shunday qadimiy chinorlar maskani bo'lgan Chorchinor ziyoratgohida ham bo'ldi. Dastavval Qur'on tilovat qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh subhanahu va taolo hammalarini bosib kelgan qadamlarga ajr, hasanot, fayz va barakot bergan, xonadonlarga tinchlik, osudaligini Alloh nasib qilgan. Shundan so'ng ziyoratgoh mas'ullari ushbu muqaddas joy haqida ma'lumot berishdi. Asrlik chinorlar o'sgan xiyobon buloq suvi bilan sug'orilib turiladi. Chorchinor maydonida hovuz bo'lib, uning atrofida sayyohlar, mahalliy aholi yig'ilib hordiq chiqarishadi. Buloq chashmasi suvidan bahramand bo'lishadi. Viloyat hokimi Chorchinor ziyoratgoh hududidagi Shayx Muhiddinxon jome masjidini ham borib ko'rdi. Qadimiy bu maskanni isitish tizimini tashkil etish, istiqbol qilib namozxonlar uchun munosib sharoitlar yaratish borasida mas'ullarga topshiriqlar berdi. Shu yerning o'zida Chorchinor ziyoratgoh hududini obodonlashtirish borasida ishlab chiqilgan loyiha bilan ham tanishildi. Bu yerda ziyoratchilar uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Amalga oshiriladigan ishlar davomida bironta ham daraxtlarga ziyon yetkazilmasligi kerak. Asrlar davomida ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan va bunyod etilgan narsalar asl holida saqlanishi kerak, dedi Adiz Boboyev. Adiz Boboyev Urgut tumanidagi G'avsul Asam ziyoratgohini ham ziyorat qildi. Barcha aziz qadamjolar singari bu ziyoratgoh istiqloldan so'ng o'zining asl mazmun mohiyatiga ega bo'lgan. Keyingi yillarda bu yerda ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib, o'ziga xos maqbara, masjid barpo etilgan. Eng muhimi, hudud ziyolilari tomonidan bu yerda qishloq tarixiga oid mo'jaz muzey tashkil qilingan. Unda qishloqda yashab o'tgan ziyolilar aholining turmush tarzida hayotiga oid eksponatlari joy olgan. Viloyat hokimi ana shu muzeyni ham ko'zdan kechirdi. Adiz Boboyev shu yerning o'zida ziyoratgoh yaqinida joylashgan mahalla raislari bilan uchrashib, ular bilan muloqot qildi. Fikrlaringiz bo'lsa, bir takliflaringiz bo'lsa ham aytinglar. Buni mana bunday qilsa yaxshiroq bo'lardi yoki bizda mana bunaqa tadbirkor shunaqa qiynalyapti, yordam bering. Bizga mana bu joydan yordam bermoqchi deb masalan chiqib qoladi, endi har xil masala chiqib qoladi. Bemalol aytinglar. Birdaniga bugun qilolmasak ertaga qilamiz. Bo'lmaydigan ish yo'q, hamma eshitsa bo'ladi. Faqat bir-birimizni eshitib quloq solib, hammamiz bir xil ishlashimiz kerak edi. Bittani ishlab ikkinchi odam qarab tursa, u ham bo'lmaydi-da endi. Hammamiz bir bo'lsak shunda yaxshi bo'ladi. Ko'ryapsizlar, prezident hamma narsani qilib beryapti, biron narsa qolmayapti. Faqat bizga bajarish qolyapti, o'zi bo'ldi, boshqa biz boshimiz qotirishimiz kerak emas. Viloyat hokimi davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar asosida olib borilayotgan islohotlar aholining ehtiyoj va takliflariga teginayotganligi bilan alohida ahamiyatga ega ekanligini bildirib, urgutliklar bugun qanday bo'ladi degan savol emas, bugun yaxshi imkoniyatlar bor degan ishonch bilan yashashi kerak. Ana shu ishonch va xotirjamlik islohotlarning asosiy manbaidir, dedi viloyat hokimi.